Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Menga qaragan. Xotiningga telefon qilsam hech ko'tarmaydi-ya. Bir marta bosib qo'ydi. Qattan bilaman nimaga unaqa qilyapti. O'zi senlar xotin tarbiyalashni bilmaysanlar. Urib turishlaring kerak. Ha, urib tur, kaltaklansa yaxshi ishlaydi keyin. Miyasi ham ishlamay qopti. Ha, gap qaytarsa uringlar. Yaxshilab urgan. Xotin tarbiyalashni bilmabsan sen. Sendan o'rgildim. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Samaralarim yaxshimi? Tarbiyalayapsanmi xotiningni? Men aytib o'rgatdim-ku senga. Urib tursang, tili chiqmaydi, jag'i chiqmaydi. Kalta yeb tursin, o'lmaydi. Qon chiqmaydigan joylariga urgan. Urib turgan. Shunaqa tarbiyalab olasan, egib olasan, bola. Bo'pti. Hop, kelinglar. Bir ikkita kalta yesa, yo'liga tushadi. Yetganini qilmasa boplayman ham kaltaklatib. Qizim, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nega uradi? Urmasa bo'ldi. Yo'ldan urdi ekan buni, voy tavba bola. Nega uradi sizni? Bo'ldi, qo'yavering, yig'lamang, xo'p? Yig'lamayman, o'zim gaplashib qo'yaman. Urmasin Oysha. Ketaman, o'zim urishib qo'yaman, xo'p? Asal qizimman. Qizlar shunaqa 200lamachi qaynanalarni qayerda ko'rgansizlar? Shunaqa qaynanalarga yuborib qo'yamiz shu videolarni.